Ozodbek Nazarbekovdan Botir Qodirovgacha o'zbek shou-biznesidagi eng serfarzand mashhurlar. So'z ustasi Valijon Shamsiyevning 12-marotaba ota bo'lganligi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingandi. Qiziqchi o'zbek shou-biznesining eng serfarzand vakillaridan biri. Biroq bu borada birinchilik xonanda Botir Qodirovda. Quyida 5 va undan ko'p farzandlarni tarbiyalayotgan o'zbekistonlik mashhurlar haqida so'z yuritiladi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning yolg'iz farzandi xonanda Nilufar Usmonova bolaligidan katta oilasi bo'lishini orzu qilgan. Shuning uchun ham bugun u 5 farzand, 3 o'g'il va 2 qizning onasi. Nilufar Usmonova shaxsiy hayotini doim muxlislaridan sir tutgan. U birinchi marta turmush qurganida juda yosh bo'lgan. Xonanda intervyularidan birida hayotida bir martagina rasman turmush qurgani haqida so'zlab bergan. Shuningdek, u ayni paytda farzandlarga ham ota, ham ona ekanligini ta'kidlab o'tgan. Nilufar Usmonovaning to'ng'ich o'g'li Said Azamxon ayni paytda Londondagi oliy o'quv muassasalaridan birida tahsil olmoqda. Xonanda farzandi ishlab pul topa boshlagach, uni uylantirib qo'yish haqida aytib o'tgan. 2008-yilda bo'ydoqlar safini tark etgan Bojalar guruhi yakkaxoni Jahongir Poziljonov ham serfarzand xonandalardan biri hisoblanadi. Boyvachcha filmni suratga olish jarayonida tanishgan Jahongir Poziljonov va Dildoraxonning 2 o'g'il hamda 3 qizi bor. Xonanda to'ng'ich o'g'liga G'ayratjon deya otasining ismini, yana biriga esa marhum do'sti Mo'min Oripovning ismini qo'ygan. O'zbekiston madaniyat vaziri taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekov 8 farzandning otasi hisoblanadi. Xonanda 3 qizini turmushga bergach, to'ng'ich o'g'li Jafarni uylantirgan. Uning bir nechta nevaralari bor. Ozodbek Nazarbekov 2022-yilda ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari bilan mashhur bo'lgan Shukurjon domla Egamberdiyevning qizi Marziyaxonni o'g'li Jafarga kelin qilgan. Ushbu to'yda ko'plab o'zbekistonlik mashhurlar ishtirok etgan edi. 2023-yilda Ozodbek Nazarbekov qizi Zinnurani xonanda Yorqinxo'ja Umarovga uzatdi. Ushbu to'y ham shou-biznesning eng taniqli vakillari ishtirokida nishonlandi. 2024-yilning yozida Yorqinxo'ja Umarov va Zinnura Nazarbekova ilk marta ota-ona bo'lishdi. 35 yoshli kinoaktyor Yigitali Mamajonov 5 farzandning otasi hisoblanadi. Uning xonanda Rayhon bilan nikohida Islom va Imron ismli egizak o'g'illari, Nigina ismli ayoldan qizi bor. 2018-yili aktrisa Muqaddas Sa'dullayevaga uylanganini ommaga ma'lum qilgan Yigitali Mamajonovning 3-turmushidan Abu Bakr va Xadicha ismli farzandlar dunyoga kelgan. U hozirda Muqaddas Sa'dullayeva bilan baxtli turmush kechirmoqda. Mehmonjoylardan aylana serialdagi rol orqali ko'pchilikka yaxshi tanish aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamid Toshpo'latovning o'zi ham serfarzand oilada tug'ilgan. U 12 nafar farzandning biri hisoblanadi. Aktyorning 5 qiz va 2 o'g'il farzandi, ko'plab nevaralari bor. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov umri davomida 3 marta oila qurgan. 2 ayoli hayotdan erta ko'z yumgan. Uning 3 turmushidan 5 qiz va 2 o'g'il farzandi bor. Xonanda Jahongir Otajonov shu kungacha 6 marta oila qurgan. U 8 nafar farzandi borligini va ularning bari bilan yaxshi aloqada ekanligini aytib o'tgan. 6 marta uylanib ajrashganman. Birinchi turmushimdan 19 yoshli qizim bor. U hozir onasi bilan Germaniyada yashaydi. Ikkinchi turmushimdan 3 nafar farzandim bor. Ularga qarayman. Uchinchi turmushimdan bir o'g'lim bor, aliment oladi. To'rtinchi turmushimdan ham bir o'g'lim bor. U ham aliment oladi. 5-turmushimdan bir qizim bor, unga qarayman. 6-turmushimdan bir o'g'lim bor. U bilan umuman munosabatim yo'q. Gohida ko'rishib turaman. O'g'lim 2 yosh bo'lgan hozir, deydi xonanda intervyularidan birida. Xo'sh, siz yana qaysi eng serfarzand bo'lgan mashhur ota-onalarni taniysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta videoga like bosib barcha yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.